Assalomu alaykum. 2025-yilning so'ngida rahbariyati o'rtasidagi mojarolar, shuningdek o'zbekistonliklarga berilgan plastik kartochkalardan millionlab pullarning yechilib ketilishi ortidan xalq tiliga tushgan Humans bilan bog'liq mojarolardan xabaringiz bor. 2026-yilning dastlabki oylarida o'zbekistonlik investorlardan biri Humans kompaniyasi rahbariyatini aynan sudga bergani bilan bog'liq holat ham yodingizda. Mazkur sud jarayonlari davom etmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudining 19-iyun kuni bo'lib o'tgan sud majlisida Humans kompaniyasini sudga bergan o'zbekistonlik investorning advokatlari aynan shu sud majlisini ko'rib chiqayotgan sudyaga nisbatan raddiya e'lon qilishdi. Bugungi sud majlisida sud ko'rish jarayonida sudga nisbatan atvod e'lon qilindi. Atvod e'lon qilishga sabab shundan iboratki, sudni boshlanishidan shu kungacha sud tomonidan javobgarning vakillari va javobgari sudga kelmasligi yoki bo'lmasam sudga xohlasa kelishadi, xohlasa kelmaydi. Ya'ni o'zini buni tutishi, men o'ylaymanki, shu sud tomonidan yaratib bergan sharoit deb o'ylayman. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi bo'yicha muddat o'rnatilgan, uni bilamiz. Lekin jahon tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, mana Dubayda sudlashamiz, boshqa davlatlarda sudlashamiz degan, bitta ishi 4 yilda ko'ramiz, bitta ishi 2 yilda, bitta ishi 6 oyda. Bu nimadan kelib chiqadi? Bundan kelib chiqadiki, ishni mazmuni, qiyinchiligi, ishtirok etayotgan taraflar nechtaligidan kelib chiqib, shu chet elda shu sudyalar o'tirib shoshmasdan ko'rib chiqadi. Bizda endi shu holat yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham bor. Yaxshi tarafi shu sudlar tez ko'rib chiqishadi, qaror chiqarishadi. Aynan bizni ishimizni oladigan bo'lsak, bu oddiy er-xotin ajratish ish emas bu. Bu siyosiy kompaniya faoliyati bilan bog'liq ish bu. Kompaniya faoliyati bilan bog'liq ishni bu ushbu qisqa muddat ichida ko'rib chiqa olmaymiz. Javobgarlarning xatti-harakati, yana sudga ariza berganki, biz o'sha ko'rmasdan bizni ishtirokimizni ko'rishingizni so'raymiz deb ofitsial ariza bergan. Bir qarasangiz keladi, bir qarasangiz kelmaydi. Sud tarafidan biz bergan da'vo arizaga tegishli hujjatlarni taqdim qilganimizdan keyin narigi taraf kelib turib, oddiy misol, mana bugun shuni guvohi bo'ldinglar. Соглашение olib keldik. Добрением bilan o'sha Maksim Setanov o'rtasida olib kelgan соглашение olib keldik. O'sha соглашениеni fikrini yozib kelishyaptiki, ya'ni buni ekspertiza qilish kerak emas, ekspertizaga tushmaydi. Ekspertizaga bu O'zbekiston Respublikasi Suleymanova akasi bu nusxa asosida ekspertiza qilmas ekan, lekin biron bir joyida yozmayaptiki, значит, bu соглашение men birinchi marta ko'rishim degan jumla yo'q. Bu соглашение hech qachon bo'lmagan, hech qachon tuzmaganmiz degan vajni keltirishmayapti. Faqatgina o'sha Suleymanova qilishi mumkin yoki qilishi mumkin emas degan, ya'ni sudga kelgan nima uchun kelamiz sudga? Biz da'volarimizni berdik, vajlarimizni berdik. Vajlarimizni bergandan keyin narigi taraf to'xta. Mana hujjat bor, bu vajinga qo'shilmayman. Bu javobgarni va javobgar vakillarini o'zlarini xohlasa sudga keladigan, xohlasa sud tomonidan topshirib berilgan korxonaga tegishli bo'lgan palon hujjatlarni olib kelganlar. O'sha hujjatlarni olib kelmasligi, o'zlarini mana shu tutishi, men o'ylaymanki, o'sha sud tomonidan yaratib bergan sharoit deb o'ylayman. Ularni, ya'ni o'sha javobgarlarni xatti-harakatida zloupotreblение protsessuальных полномочий ko'raman. O'sha nuqtai nazardan sudga atvod berdimki, bu holatda yana bir ko'p masalalarga oydinlik kiritmasdan turib, agarda fuqarolik protsessual kodeksining talablarida men ishni tez yopishim kerak degan maqsadda bu sudda qaror chiqaradigan bo'lsa, bilmaymiz, qanoatlantiradimi, rad qiladimi. Qanoatlantirgan taqdirda ham, rad qilgan taqdirda ham o'sha sudni biz xohlaymizki, sud har taraflama ko'rib chiqib, ya'ni taraflar sudga bergan iltimosnomasini qanoatlantirgan bo'lsa, o'sha qanoatlantirish natijasida hujjatlar kelish kerak, o'shalarni o'rganish natijasida qaror chiqarishni biz tarafdorimiz. Rad qilib bersa ham biz bilishimiz kerak, nima sababdan rad qilingan. Qanoatlantirsa ham bilishimiz kerak, nima sababdan qanoatlantirilgan. Shu nuqtai nazardan biz bugun shu iltimosnoma sudga atvod berdik. Endi o'sha keyingi sud majlisida ko'rib chiqadi. Da'vogar advokatlarning Daryo jurnalistlariga bildirishicha, bu raddiyaning bir necha sabablari bor. Jumladan, javobgarlarning istasa sudga kelib, istamasa kelmasligi bilan bog'liq holatlarning bir necha bor takrorlanishi. Qolaversa, aynan javobgarlarning da'vogarlar advokat tomonidan berilayotgan savollariga javob bermaslik holatlari, aynan bu sud tomonidan nazorat qilinmasligi bilan bog'liq holatlar. Shuningdek, da'vogarlar tomonidan taqdim etilayotgan aynan faktlar, dalillarning
o'z vaqtida tekshirilmasligi bilan bog'liq holatlar ekanligini qo'shib chaqirishdi. Javobgarni haqqi bor, ya'ni o'sha protsessual kodeksi bo'yicha tarafi ko'rmasdan, ya'ni tarafi ishtirokchisi sudda ishtirok etish haqqi bor protsessual kodeks bo'yicha. Lekin siz ko'rib turibsizku, sudga kelib biz vajji ko'targanimizdan keyin tegishli hujjatlarga oddiy misol so'raymiz, oddiy savol beramiz. Mana biza Cummins kompaniyaga tegishli programma produktni egalik qilishni so'raymiz. O'sha programma produkt sud ko'rib chiqish davomida shunga amin bo'ldiki, biron bir korxonani balansi hujjatlarida u programma produkt yo'q. U yo'q bo'lgandan keyin biz qidirishni boshladik, topdik, programma produkt bor, lekin egasi kimda? Egasi kimda degan oddiy savol beramiz. Ya'ni bu savolni javobgarga savol beramiz. Javobgar aytish kerakki, manda yoki bo'lmasam Ivanovda, Petrovda degan javobni berish kerak. Mana sudda ko'rasizlar-ku. Vроде Cummins kompaniyasi bor, xizmat ko'rsatyapti, lekin asosiy programma produkt, ya'ni investorlar tomonidan tikilgan investitsiya o'sha programma produktni ishlab chiqarishga ketgan. O'sha programma produkt hozir qayerda? Nima uchun balansda yo'q? Nima uchun korxonani balansda yo'q u programma produkt? Repetisionniy upravляющийni отчетini olib keldi. Repetisionniy upravляющийni отчетini ko'radigan bo'lsangiz, u yerda bino bor, ikkita mashina bor, boshqa hech narsa yo'q. U yerda qani u programma produkt? Programma produktni biz topdik-ku, mana Germaniyada o'sha programma produktni ishlatib, mana Sotuy kompaniya ishlatib yuribdi. Biz topdik-ku u programma produktni. Nima uchun u Добрынинda bo'lishi kerak? Nima uchun korxonaga tegishli bo'lgan, ya'ni mani klientim investor sifatida kiritgan pul mablag'lari asosida yaratilgan programma produkt nima uchun Добрынинni shaxsan yoki bo'lmasa o'sha uni upravleniyasida bo'lishi kerak? Nima uchun? Axir u jamiyatning mulki bo'lishi kerak edi. Bizda investitsiya pul olayotganda, misol uchun o'sha jamiyatning mulki, jamiyatda o'sha jamiyat uchun yaratilgan programma produkt deb nima deydi, va'da berilgan. Undan tashqari biz sud majlisiga olib keldik, peripiskasini olib keldik. Peripiska har zamonda o'sha mani da'vogarga, ya'ni Maksim Sidanovga Vladimir Добрынин tomonidan va uni Finansiy departament tomonidan bergan hujjatlarga asosan bizda programma produkt bor. Programma produktning narxi 12 million dollar deb konsolidированный отчет beryapti. Ya'ni nima bo'lyapti? Faoliyat davomida shu narsani tushundimki, peripiskani o'qiydigan bo'lsangiz, mana bizning отчетimiz sizlar tikayotgan pulinglar ishlab ketmayapti. Sizlar tikayotgan pulinglar, ya'ni investitsiya qilgan pulinglarga programma produkt yaratdik, mana balansda turibdi degan отчет bergan. Отчетni hozir mana ko'taryapmiz, yo'q-ku programma produkti biron bir na Cummins aksionerlik jamiyatida yoki bo'lmasa MCHni balansda u biron bir anaqani ko'rganimiz yo'q. Bundan tashqari hozirgi kunda sud tomonidan chiqarilgan, ya'ni mera обещания iski bor. Ya'ni da'voni ta'minlash chorasi sifatida ajrim chiqarilgan. O'sha ajrim biza o'sha maqsad nima ediki, programma produkt bor, undan foydalanyapti. Lekin sudni ko'rib chiqqunimizga qadar o'sha programma produktni Vladimir Добрынин uchinchi shaxslarga o'tkazib yubormaslik maqsadida biz sudda iltimos qildikki, o'sha ajrim chiqaring, shuni arestga qo'yib qo'yaylik. Sud qaror chiqarsa, shunga qarab keyin ish qilamiz. Endi shuni hozir Apple ga yozdik. Ya'ni App Store ga kiradigan bo'lsangiz, hozirgi kunda App Store ga kirib, shuni telefonni olib App Store ga kirib, Cummins ilovasini yuklayman deydigan bo'lsangiz, Cummins ilovasini egasi, ya'ni o'sha vладелец sifatida Cummins License degan korxona turibdi. Cummins License likvidatsiya bo'lgan. U korxona o'zi Singapurdan biz hujjat oldik. Yo'q, hozirgi kunda biz muzokara olib boryapmiz Google bilan, Amazon bilan, Apple bilan muzokara olib boryapmizki, Apple ga ham shu masalani qo'ydikki, mana shu sudda ajrim ishga O'zbekiston hududida, ya'ni O'zbekiston sudi tomonidan ajrim chiqarilgan. O'sha ajrimni, o'sha ijrosini ta'minlashni so'rab biz Apple ga murojaat qildik. Apple boshida yana bizda o'sha ikki taraflama shartnoma yo'q, bajarmayman dedi, lekin biz masalani qo'ydikki, Apple platformasiga bir nima deydi, ilova yuklamoqchi bo'lsangiz, uni talabi bor edi. Ya'ni o'sha kim egasi, agarda o'sha userlar, ya'ni o'sha foydalanuvchilar tomonidan qandaydir savol chiqadigan bo'lsa, kimga murojaat qiladi degan korxona egasi deganda o'sha asosiy talablardan bittasi. Yana o'tda hozir Cummins License degan korxona turibdi, lekin Cummins License hozirgi kunda likvidatsiya bo'lib ketgan. Singapurdan tegishli tashkilotlardan shu vipiska oldik, vipiskani ko'radigan bo'lsa likvidatsiya bo'lib ketgan. Ya'ni hozirgi kunda meni tushunishim bo'yicha Добрынин biror marta sudga kelib, mana shu da'vo rejimdan men qo'shilmayman, 1, 2, 3 degan sabablar yoki uni vakillari tomonidan hech qanaqa bir vajji ko'rganimiz yo'q ular tarafdan.
faqatgina o'sha biz bergan hujjatlarni o'sha bu joy unaqa yozilibdi, mana bu joy unaqa yozilibdi degan shu vajdan ko'ramiz. Apple rahbariyati sizlar taqdim qilingandan keyin o'sha Singapurdagi kompaniya bilan bog'liq muomala etgandan keyin u savolga bu so'rovga javob berdi. Hali xulosa qanaqa bo'ladi? Hozirgi kunda muzokara olib boryapmiz. Yana bitta narsani aytamanki, O'zbekiston Respublikasida sud degan nomi bor. Ya'ni bu sud, Angliya sudi ham sud, Amerika sudi ham sud, O'zbekiston sudi ham sud. Biz har doim o'sha bizni yana biz shu masalani qo'yamizki, sudni talabini bajargan. Ya'ni hozir men Google oladigan bo'lsak, Google O'zbekistonda vakolatxona ochmagandir. Google O'zbekistonda o'zini o'sha nima deydi, prisutsiz qilmasligi mumkin. Lekin O'zbekiston xalqi foydalanishyapti Google xizmatidan. Yoki bo'lmasa Apple oladigan bo'lsa, O'zbekiston xalqi foydalanishyapti. Endi pul olishga kelganda O'zbekiston fuqarolaridan Google bor, Apple bordi, lekin sudni, ya'ni shu O'zbekiston fuqarolari yashaydigan joydan sudni nomidan bir ajin chiqarganda, yo biz kechirasizlar, biz boshqa davlatdamiz. Biz o'sha sizlarni davlatinglar bilan bizni davlatlar o'rtasidagi o'sha BIT yoki bo'lmasa MLAB degan hujjatlar bor. O'sha двухсторонние соглашениялар yo'q bo'lgani uchun O'zbekiston sudining qarorini bajarmaymiz degan vajni keltirishgan. Lekin biz uni xalqaro yuridik firma sifatida biz unga qarshimiz. O'sha yuqorida keltirgan misolni keltiryapmizki, O'zbekiston hududida bormisizlar? Borsizlar. O'zbekiston hududidagi fuqarolarga xizmat ko'rsatyapsizlarmi? Ko'rsatilyapti. Sud qarorini ham sizlar bajarishingiz shart degan ma'noda, ya'ni o'sha hozirgi kunda muzokara olib borilyapti. Rad etish bilan bog'liq mazkur iltimosnoma fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudi raisiga kiritildi. Afsuski, hozirgi paytda sud raisi yo'qligi sababli mazkur iltimosnomani taqdirini hal etish keyingi sud majlisiga qoldirildi.